Yuksalishda yangi bitgan 4 sotuvli hovlimiz sotuvga qo'yildi. Xonadonimizga kirganda bizni uzungina darvozaxonamiz mavjud. Ichiga ikkita mashinani bemalol sig'dira oladi. Kirganda chap qo'lda ikkita xonamiz joylashtirilgan. Ichida hammom sanuzdillari bilan birga bu yerni asosan ota-onalar uchun xona sifatida foydalanish uchun qurib ketishgan ekan. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Hovlimiz bu tarafida esa bir xona, bir zal va alohida spalni xonalari ham birgalikda qurilgan joyimiz bor ekan. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Aytib o'tish kerak, zal qismimizda podvallari ham mavjud. Hovlimiz burchagida esa hojatxonamiz joylashtirib ketilgan. Ushbu hovlimizda kommunallardan umuman muammo yo'q. Hujjatlari esa joyida, narxini esa oxirida aytib o'tamiz. Va hovlimizni burchaga keladigan bo'lsak, bizni ajoyib yozgi va qishga alohida qilib joylashtirib ketilgan kuxnamiz bor. Manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, yuksalish Do'stlik yo'li 186-domda shundoqqina orqasida joylashgan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $86,000 so'rashyapti. Oz-moz kelishadigan joyi ham bor. Video ostida egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishingiz mumkin.